bekontaktli shampun sepildi. 3-4 minut tutishimiz kerak. Sababi kirlar erishini ko'ryapsiz. Shotka qilib kirini eritib beryapti. Biz ungacha diskalar ichini shotkalab turamiz. Mana shu joyga e'tiborli bo'lasiz. Birinchi faza shampunimizni pastdan tepaga karser bilan yaxshilab chayishimiz kerak bo'ladi. Endi ikkinchi faza nano shampunimizni sepsak bo'ladi. Ikkinchi faza shampunimiz urilgandan keyin ustini bemalol mana bunaqa yaxshi toza gubka bilan gubkalashda bo'ladi. Aytgancha ikkinchi faza shampunimizni tepadan pastga qarab chayish kerak. Oxirgi etapimizga yetib keldik. Oxirida mana shunaqa shlang bilan ustidan suv bilan chayib tashlash kerak. Polni kuzoviga. Mabodo bitta ikkita qum zarralari qolib ketgan bo'lsa, mana shunday tushirib yuboriladi. Ikkinchi 4 tala balonimiz patkirlik ishlari mana shunday qo'l bilan yuviladi. Nihoyat mashinamiz artilishga tayyor holatda turibdi. Artganda ham mana shunaqa mashinani qirmaydigan sochiqlar bilan artish kerak mana. Videomiz sizga yoqgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yasiz. Keyingi videolarda salonni qanday yuvish kerakligini ko'rsatamiz.